Assalomu alaykum. Hozirgi videoda sizlar bilan Yoda kriteriyalar asosida bir darajadagi emailni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi men shartni sizlarga o'qib eshittirishim kerak. Du hast von deinen Freundinnen eine E-Mail bekommen. Sie möchte dich am Wochenende treffen. Antworte ihr. Bu shartda aytilyaptiki, sizni dugonangiz bor, uni ismi Lara va u sizga xat yozgan dam olish kunlaridan birida bir yilda uchrashaylik degan mazmunda. Unga javob xat yozishimiz kerak. Men tayyor namuna yozib qo'ydim. O'shani birgalikda ko'rib chiqamiz. Liebe Lara. Demak, tepada birinchi o'rinda doim bo'lishi kerak. Emailda murojaat, kimga yozayotganingiz, nima haqida yozayotganingizni ifodalab berishingiz uchun muhim bu narsa. Liebe Lara deyilyapti, sababi bu женский roddagi ot. Agarda buni o'rnida o'g'il bolani ismi misol uchun Lukas, Max kabi ismlar bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda muskorat o'tkazardik. Ya'ni Liebe emas, Liber shaklida yozishimiz talab qilinardi. Email mazmuniga o'tamiz. Danke für deine E-Mail. Schön, dass du am Wochenende Zeit hast. Ich würde dich auch gern treffen. Siz birinchi o'rinda unga minnatdorchilik bildirishingiz kerak. Nima uchun u sizni tanladi? Eng a'losi bo'lganingiz uchun sizni tanladi va endi siz minnatdorchilik bildirdingiz. Undan keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, am Samstag bin ich bis 16 Uhr beschäftigt, aber danach kann ich. Wollen wir uns um 17 Uhr im Park treffen? Wir können ein bisschen reden und später ins Café gehen. Siz aniq ma'lumotlar berishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Qaytda bu sizga email yozmasligi kerak. Ya'ni siz mana kun uchrashaylik, agar vaqtingiz bo'lsa, mana soatda bo'lsin deb yozmasligi kerak. Siz unga aniq vaqt taqdim qilishingiz kerak.